Qanday qilib Real Madrid yo'q joydan deyarli 20 million yevro ishlab oldi? Hoziroq Madrid Yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu jamoa haqida barcha yangiliklardan albatta qolib ketmaysiz. Tanishining, Victor Munoz 2 yil avval u El Clasicoda zaxiradan maydonga tushib, birga bir vaziyatda menimcha tushundinglar-ku. Shundan keyin esa jamoamiz uni yozgi transfer oynasida Osasunaga sotib yuborgan edi. Ammo u yerda bitta qiziq band bor edi. Ya'ni ispaniyalik futbolchi boshqa jamoaga o'tib ketadigan bo'lsa-da, uni transferiga to'langan pulini yarmini Real Madrid olishi kerak. To'g'ri tushunganingizdek, u bu yoz Liverpoolga 40 million yevroga o'tib ketdi. Shunda Osasuna pulning yarmini, qolgan yarmini esa Real Madrid o'ziga oldi. Bu ham kamlik qiladigan bo'lsa-da, yana bitta band Real qo'shib qo'ydi. Endi esa u Liverpoolda o'zini zo'r ko'rsatadigan bo'lsa-da, keyingi mavsum o'yinchi Real Madridga arzonroq pulga qaytishi mumkin. Bu videoni esa hech bir pul topolmaydigan jamoaga muxlislik qiladigan do'stingizga albatta yuborib qo'ying. Hozirda jamoamiz yana qaysi futbolchilarni sotib olmoqchiligini bilmoqchimisiz? Unda Telegram kanalimizga obuna bo'ling.